Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Bir davrada Odessada men turgan kvartiraga birodarlar yig'ilib qolishdi-da. U yerdagi suhbatdoshlarda boshqa davralardagi suhbatdoshlardan farqi shuki, u yerda hamma telefonlarini bezuv qilib bitta bir setkaga solib chekkaga olib qo'yiladi xalaqit bermasligi uchun. Bu yerda suhbat bir odam gapiradi, qolgan hammasi eshitishadi, savollar bo'lsa beriladi. Shunaqa bir ajoyib suhbat. Shu davrada favqulodda bittasi birodar savol berib qoldi. Oralaringlarda kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushlarida ko'rgan degan savolni berib qoldi. Bunga ancha bo'ldi, ancha yillar bo'ldi. Shunda endi davrada bironta odam men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushimda ko'rgan edim deb aytmadi. Ancha kutilgandan keyin shunaqa bir izolyatorda zonani ichidagi yana bir qamoqxonasida bir mahallar 2009-yili ko'rgan tushimni aytib berdim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushlarimda ko'rgan edim deb aytib berdim. Endi yana bittasi aytdi, birodar dedi, men bir Afg'onistonlikni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tushida ko'rganlarini eshitgan edim. Aytib beraymi dedi. Ana hammamiz uni quloq soldik. Afg'onistonlik bitta birodar yoshligidan ilmni chuqur egallagan, 11 yoshida Qur'onni ko'targan, hofizi Qur'on bo'lgan, tafsirlarini o'rgangan, murattab qori bo'lgan hofizi Qur'on, keyin hadislardan ham juda ko'p yodlagan, fiqh ilmlarini ham chuqur bir egallashlikka harakat qilib, bir kun nima bo'lganu, hech imkonsiz orzuni qilib, tunda endi Allohdan imkonsiz narsani so'ragan. Ya'ni shuncha ilmim bilan, mana shuncha ilmim bilan koshkida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida bo'lib qolganim deydi. Bir yordamim tegar edimi deb shuni ko'p eslab xayolidan o'tkazib uxlab qolgan, tush ko'rgan ekanlar shu Afg'onistonlik birodar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir tepalikka bir markab deb qo'yadi arab tilida. Markab deb miniladigan barcha, mashinani ham aytadi, tuyani ham, otni ham aytadi, miniladigan narsa. Shunaqa bir aravada endi biz sizlarning zehninglarga kirishligi uchun osonroq bo'lsin uchun avtobus deymiz. Shunaqa avtobusga o'xshagan shunaqa markabda tushida yuqoriga qarab Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirgan avtobus yuqoriga qarab ko'tarilayotgan bo'lgan. Ichida biz bor edik deydi. Bu tushni ko'rgan odam hikoya qilib beryapti ekan. Men shu avtobusda ichida edim deydi. Tepaga yetishiga ozgina qolganda haligi markab ishdan chiqdi-da, tormozi ham ishlamasdan orqaga surilishni boshladi. Biz darhol tushdikda, tushib atrofdan tosh qidirishni boshladik. Haligi markabni g'ildiragini tagiga qo'ysak, zora to'xtasa deb shu tosh istab qoldik. Shu tosh istayotgan mahalimizda Bilol raziyallohu anhu biz ro'paramizdan chiqdi-da, nima qilyapsizlar? Dedi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam turgan markab pastga qarab sho'ng'ib ketyapti. Ashuni to'xtatish uchun tosh izlayapmiz deganda, sizlar sarvari koinot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning markabi jarlikka qulayotsa tosh izlayapsizlarmi sizlar
deb turib Bilol roziyallohu anhu shunday g'ildiradi tagiga boshini qo'ygan ekanlar. Shunda cho'chib uyg'onib ketdim deb hikoyasini tugatgan. Erta men bu haqida ancha ta'sirlanib o'sha paytda bir maqola yozgan edim. Avvalgilar bosh qo'ygan joyiga biznikilar tosh izlaydilar degan maqola yozgan edim. Shuni eslagim kelib ketdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda o'zi tarbiya qilgan sahobalar shu darajada chiroyli tarbiya ko'rganki, Alloh va Rasuli uchun mol-u jonini fido qilib yuborishlik ular uchun bir oddiy holat bo'lgan. Avvaldagilardan bo'lishni kim ham orzu qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yonlarida birga bo'lishlikni kim ham xohlamaydi. Og'ir kunlarida, mashaqqatli kunlarida yonlarida bo'lishlikni orzu qilmagan mo'min to qiyomatgacha bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Lekin Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa wus'aha deydi. Alloh taolo biron bir bandaga kuchi yetmaydigan, toqati yetmaydigan ishni taklif qilmaydi degan oyat bor. Ya'ni biz o'sha davrdagi sahobalarni safdoshi bo'lsak deb orzu qilamiz. Yaxshi odamlarda og'ir mashaqqatli kunlarida yanada dalda bo'lsak deb orzu qilamiz, lekin buni imkonsiz narsa. Endi u davr 14 asr avval o'tib ketgan. Lekin o'sha davrda bo'lib qolishlikka biz loyiqmizmikin? O'sha davrda bo'lib qolsak qanday bo'lar ekan? Degan narsani ko'p havas qilib orzu qilinadi. Lekin har bir davrda o'ziga yarasha imtihoni bor. Har bir davrda Allohga sadoqatli, taqvoli kishilari bo'lardi. Bu birodarimiz ko'rgan tushdan biz albatta tushlarni ta'bir qilishlikdan uzoqdamiz. Lekin ko'rinib turgan hikmatdan bir olinadigan ibratlanishlik joiz bo'lsa, biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiya qilgan sahobalari kabi va o'sha davrda ular chekkan mashaqqatlarga biz qanchalar ularni topgan savoblariga havas qilmaylik. U davrda odamlari o'ziga xos bo'lar ekanda. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda atrofiga shunaqa bir taqvoli kishilarni jamlab qo'yganki, Alloh va Rasulini himoyasi uchun, Alloh va Rasuliga sadoqatini ko'rsatish uchun ular mol va jonini, boshlarini shunday tikib tashlaganlar. Bugungi kundagilar mana haligi tushda birodarimiz ko'rgandek, shu markabdan tushib turib tosh izlashlik. Bu ham bir hikmatlik bir narsa ekanki, biz mabodo dinimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan risolatga, hayot maydoniga bir Alloh va Rasulini olib kelgan, Alloh va Rasuli bizga yuborgan, Alloh va Rasuli bizni mana shu hayot maydonidagi barcha ishlarimizni tartibga solish uchun yuborgan islomimizga biron bir zarar, zahmat yetkazadigan bo'lsa, kofirlar tarafidan yoki dinni dushmanlari tarafidan yoki munofiqlar tarafidan biz mol va jonimizni fido qilib yuboradigan darajada sahobalarni qo'ygan qadamini qo'ya olamizmi? Men o'zimcha o'ylab qoldim, o'sha davradagi yigitlarni mulohazasi ham shunday edi. Shunday bir holat bo'lmaydi. Mabodo bo'lib qoladigan bo'lsa, biz bosh qo'yuvchi Bilol kabi bo'lamizmikin yoki atrofdan tosh izlab boshimizni omon qoldirishlik uchun boshimizni avaylab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni markabi orqaga sirilayotganda uni to'xtatish uchun boshni tikmasdan bir tosh izlovchilardan bo'lib qolamizmikin deb o'ylanib qoldim. Alloh taologa va Rasuliga bo'lgan muhabbat qalblarimizda mustahkam o'rnashib, biz dinimiz uchun to mana shu arzimas qisqa hayotda mol va jonimizni fido qilishlikka
tayyor bo'lmas ekanmiz. Alloh subhanahu va taoloning so'zini yerda oliy bo'lishlik uchun da'vatimizni davom ettirib, uning so'zi bilan yer yuzidagi barcha muammolar yechilishligini insoniyatga yetkazishlik uchun harakat qilar ekanmiz. Bizga ro'para bo'ladigan musibatlarga nisbatan sahobalar qanday sabr toqat qilgan bo'lsalar, ana o'shanday sabrdan bo'lishlik uchun Alloh va rasuliga bo'lgan muhabbatni, sahobalarni qalbiga joylashgan Alloh va rasuliga bo'lgan muhabbat bilan bizni qalbimiz ham band bo'lsa, inshaalloh bu Alloh va rasuli yo'lida boshlar tikiladi. Biz tosh izlovchi kishilardan bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.